Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizga bugungi kelgan bemorimiz 2 yoshli shikoyatlar bilan kelishdi. Vazn yaxshi yig'maslik, ko'p kasal bo'lish, sust o'zini his qilishi va tili vaqtida chiqmasligi bilan shikoyat qilib kelishdi. Bizi kerakli analizlarni belgiladik. O'sha analizlarimizning ichida umumiy oqsil kamaygan, gemoglobini tushgan, albumini past chiqdi va parazitlardan lyambli chiqdi. Lyamblioz bilan hozir lecheniya olishyapti. Bizda nafaqat statsionarda, ham ambulator biz kasallarni priyon qilamiz va ambulator qatnab hamma sharoit yaratib beramiz kasallarimizga, bemorlarimizga. Hozir 1-2 kunda yaxshi natijalarga erishamiz va 1 oydan keyin qayta ko'rikka kelishadi. Vaznini, gemoglobinini hammasini qayta ko'ramiz. Biz 1 yildan beri kimyo hospitalga qatnaymiz. Hop, bolamda o'zgarishlar rosa yaxshi. 2 kundan beri tiosulfat olamiz. Ishtahalari zo'r ochilib bergan. Yaxshi yeyapti, ishtaha zo'r, mevalarni yeyapti, ovqatlarni yeyapti, ko'z tegmasin. Hop, Arifat opamga rahmat aytamiz. Yana necha yil olishda davom etamiz. Endi oxirgi rezultat sizlar bilan bo'lishamiz, xudo xolasa.